Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bilmayman, bu narsani qo'yasizmi yo'qmi? No, it's up to you deydi. Yo'q, bu podkastga gapiravering. Bir xil odamlar menga telefon qiladi, qancha berasiz deydi. Men siz bilan ishlasam deydi. Qancha berasiz, qanaqa? Pul qancha berasiz deydi. Bunaqa narsalarni nima deydi? Bu nabarot bo'lyapti-yu, o'shada ular o'ylaydiki, bir xil odamlar o'ylaydiki, что biz masalan bitta uy sotsak, tam 5000, 8000 dollar komissionni olamiz. U komissionni ichidan biz tam 30% brokerga to'laysiz, 40% nalogga to'laysiz. Biz 1099 miz. Qolgan puliz bo'ladi. Menga o'shanaqa savol berishsa, men aytamanki, siz truck drivermisiz deyman. Shuni ko'plari shunaqa so'raydi. Ha deydi. Давайте deyman, siz Kaliforniyaga yuk olib boring deyman, Pensilvaniyadan. Hamma to'llaga pul to'laying deyman. Bitta misol berasiz-da. Qaytib keling-de, keyin yana sizni brokeringiz boyaga ishlagan pulingizdan davay menga pul ber, chunki men senga load berdim desa, nima deysiz deyman. Olasizmi unaqa loadni desam, yo'q deydi. Nima uchun siz menga unaqa savol beryapsiz deyman. To есть har xil odam har xil. Bu ishi tushunmagan odamlar shunaqa deb o'ylaydi bir xilda. Men olmayman unaqa klientlarni. Yo'q, to'g'ri qilasiz. Menimcha hech kim olmasa kerak. Bu qanaqa, bu siz servis ularga beryapsiz-ku, yana siz ularga pul berishingiz kerak. Birinchidan bu nezakonni berish, bizda kickback mumkin emas. Ikkinchidan bu behurmatsizlik hisoblayman.